2020-yil bir eslaylik Tehyon qanaqa holatga tushganini. Nima bo'lganki Tehyonga, что Tehyon o'zini butunlay yo'qotib qo'yishga sal qoldi. Covid esa uni kuchga qaytardi. Qachondirlar brendovый krossovka kiygisi kelardi. Ammo hozir esa katta brendlarni ambasadori. Yontanni juda ham katta yuragi bor. Unga hatto operatsiya ham qilishgan. Ammo 2 martasi ham o'xshamagan. Har safar operatsiyasi o'xshamaganida любой vaqt o'lishi mumkin edi. Lekin uni kuchi uni hayotini saqlab qoldi. Men juda ham minnatdorman Yontan kurashdi, ammo hozir u hayotda yo'q. Nega quvnoq odam Kim Tehyon birdaniga o'zgarib qoldi? Tehyon haqiqatan butun dunyoga yulduz bo'lishni xohlarmidi? Fui nu ganar el mancado, nae kandere gandago. Sizlar bilan bugun Kim Tehyon haqida gaplashamiz. Topgan bo'lsanglar. Bugun BTS a'zosi V, ya'ni Kim Tehyon haqida gaplashamiz. Nechinchi yilda tug'ilgan, kim bo'lgan, nima bo'lgan, qayerda pishib chiqqan, hammasini короче, xullas, как всегда bilasizlar. Undan oldingi safarda biz Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Cho Hoseok haqida video chiqazganman. So'rab o'rmanglar, iltimos, video bor bu haqida. Ozgincha qidirish kerak edi. Rahmat. Вот, endi Kim Tehyonni gali. Kimdir topdi kommentariyada, что ketma-ketlikni sezib qoldim deb. Atak ketma-ketlik bo'yicha chimini edi. Ну, shunaqa bo'lib qoldi. Xo'p, mavzuga qaytamiz. Kim Tehyon haqida qani boshladik sizlar bilan birga. Teguli bola haqida gaplashamiz. Ketdik. Lights up, we're taking over the world. Kim Tehyon 1995-yilda tug'ilgan. Bizga shunaqa sujba podarka qildiki, sovg'a qildiki, что aynan bir kun oldin, mana shu yengil kelishdan bir kun, 2 kun oldin Kim Tehyon tug'ildi, ya'ni 30-dekabrda. Tug'ilgan shahri esa Daegu. Daeguda Yoongi ham tug'ilgan, esingizdan chiqib qolgan bo'lsa, mabodo eslatib qo'ydim. Kim Tehyondan tashqari, ota-onasidan tashqari oilada yana kichkina ukasi bilan kichkina singlisi bor. Kichkina singlisi ismi Injin, a kichkina ukasini esa Chongyu. Kim Tehyon BTS a'zosida vokalist bilan raqqos bo'lib chiqadi. Конечно, solo karyerasini ham qilishga ulgurgan hamda modellik и, конечно, aktyorlik sostavida ham bo'lgan. Так что aktyorligini kim ko'rgan serial xabarini qo'ydoringlar, qo'ydan ko'tarib oringlar, chunki bu serial juda ham mayli, spoiler qilmayman. Tehyon o'zi ota-onasidan ko'ra buvisi bilan, dodasi bilan birga ko'proq yashagan va ularni juda ham qadrlab, juda ham yaxshi ko'rardi. Kim Tehyonning oilasi haqida o'zi ko'p ma'lumotlar yo'q, chunki Tehyonning o'zi sal bekuvroq bo'lishni xush ko'radi. Ukasi bilan singlisiki kelsak, unaqa ko'p Tehyon gaplashmaydi va tug'ilgan kunligi bo'lsa, birga uncha nishonlashmaydi. Agar ota-onaning tug'ilgan kunligi bo'lsa, agar o'zining birovnikini uncha nishonlashmaydi. Bu haqida Tehyon You Quiz on the Block degan shouda shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdi. Bu выпускda просто как o'zini shou emas, ya'ni mehmon bo'lib kelgan shou. Lekin aytishi bo'yicha o'zi juda ham bir bekinadigan odam, ya'ni unaqa hamma narsani, короче, счастье любите shuni, вот. Shunaqa degan, переводчик uni перевод qilinglar. Okey, rahmat. Ko'p unaqa oilasi haqida o'zi Tehyon gapirib bermaydi. Ukasi bilan singlisi haqida tim bo'ldi, uni aytishi bo'yicha qisqa ma'lumotlar ichida unaqa ko'p ular bilan gaplashmaydi. Bir yilda bir marta yoki 2 marta bo'lsa katta gap. Endi sizlar bilan pre-debut, ya'ni endi Big Hit Entertainmentga kelgan paytida haqida gaplashamiz. Birinchi martasi Daegudan kelgan Seulga. Shahari bolasi emas deylik, uyatchang. Misol uchun bo'ladi, shunaqa garantiya sezganmisizlar? Misol uchun bizda ham kanalimda ko'p viloyatliklar bor. Toshkentga kelsanglar, qanaqa o'zinglarni his qilasizlar, kommentariyada qoldiringlar. Chunki ham juda qiziq. Men tanishlarim misol uchun Toshkentga kelgan, necha yildan beri bu yerda yashadi уже. Birinchi hissasini aytib berishsa juda qiyin bo'lgan. Tam hammasi boshqacha, hammasi qimmat. Короче, вот, hammasi shunaqa. Babi понятие ham boshqacha bo'ladi va oyisi uyalib qolmasin, shu boshqa trening bo'lish вообще wow edi-da u payt. Как бы uyalib qolmasin boshqalar treninglarning yonida deb unga qimmat qizil kurtka oyisi sovg'a qilgan.
qimmatidan. Da pul yig'ib, tam naq qilib, bolam yomon tomonga ajralmasin, yaxshi tomonga ajralsin deb qip-qizil kurtka olib bergan. Ijin aytishi bo'yicha shu imena Tehyon kelgan paytida shu qizil kurtkasiga ahamiyat bergan. Keyin ular bir gaplashib, "Anaqa-ku, shu qizil kurtka-ku" soslik etib nomini shu anaqa brend bo'lgan. Bilasizlar, karslar juda ham kukunuti brendlarga North Face degan brend bo'lgan. North Face haqiqatan juda ham anaqa bir eshitgan bo'lsanglar, yaqinda ham karslar ko'p bir xil kurtka kiyishadi. Kimdadir mana shunaqa kurtka bo'lmasa, ana ezgu hisoblanadi. Voy, sen nishiysan deb kechar o'sha karslar. Qarchi xullas ajalmasin deb unga oyisi qimmat kurtkadan olib berdi. O'zi 14 yildan beri Tehyon buvisi bilan, qudasi bilan yashab kelgan. Ota-onasi, oyisi juda ham band bo'lganidan, umuman vaqt bo'lganda постоянно ishda bo'lganidan Tehyon shu buvisi bilan yashashga majbur bo'lgan. Majbur bo'lgan как? Juda ham yaxshi ko'rgan buvisini, majbur emas bu. Juda ham yaxshi ko'rgan buvisini, что kechqurunlab rasmlar chizib o'tirardi, karakuliki, buvisining yuziga chizib o'tirardi, o'zining yuziga chizilgan ruchkalar bilan. Buvisi shunaqa yaqin odam bo'lganki, Tehyon uchun bog'chaga olib borardi, bog'chadan olib kelardi. Olib ketayotgan paytda avtomatda bilasizlar, avtomat choy bo'lgan ekan, shu choyni olib berardi har doim, sitrusovый choyni. Bog'chadan kelgan paytida agar tam Rojdestvo bo'lsa, shu yangi yil yoki har xil bayramlar bo'lsa, har doim podarkalar bilan birga kutaverardi. Bo'lsa shunchalik yaxshi ko'rardiki, Tehyonni что aktyor bo'lardi. Menimcha Google qilsa ham bo'ladi. Kandon Won degan. Shu Kandon Wonni plakatida ko'rsa bo'lsa, Tehyonga qarab, shu odamdek ham bo'lishing kerak derdi. Ya'ni mashhur bo'lishing kerak derdi. Ammo 2016-yilda 3-sentyabr kuni, когда BTS mировой tur qilib yurishgan paytda, bu esa Filippinda bo'lishgan edi. Boshimga yetishmagan hech narsani konsertdan chiqqandan keyin, tugagandan keyin Tehyonga xabar qilishganki, что buvisi kasallik deb vafot etdi. Sahnaga chiqib, Tehyon shuni aytib bergan. Hammaga butunaqaga yig'lab kadrlarni ko'rsalar ham bo'ladi. Va albatta konsert bo'lgan paytida uchun, mana shu gastrolda bo'lgani uchun buvisining yoniga o'sha Bahoronni bo'lishdan qat'iy nazar buvisining yoniga kela olmadi. Tehyon juda ham xohlardiki, чтобы buvisi endi mana shunaqa darajaga chidash 2006 endi boshlanishgan vaqt, mana shu ko'tarilishi juda ham yaxshi ko'tarilishi boshlashgan paytida Tehyon juda ham xohlardi, что buvisi shunaqa ko'tarilganini ko'rishini. Va Tehyon aytganki, mana shu shouda 2023-yilda Quiz on the Block degan shouda, что xohlardiki, o'sha payt buvisi chetdan Tehyonni kuzatib turgan va faxrlangan. Va albatta Tehyonni aytmoqchi bo'lgan gapi, mana shunaqa odam bo'ldim demoqchi bo'lgan buvisiga. Tehyon uchun buvisi xuddi ikkinchi oysidek bo'lgan. Necha yillab uni boqib, necha yillik mehr ko'rsatgan. Buvisini juda ham yaxshi ko'rardi. Yontanni hamma taniysizlar, asal shirinchi kuchukcha. Или Yontan emas, Kim Yontan. Qora o'lorang shpits kuchugi. Va Yontan shunchalik mashhur bo'lganki, что BTS 8-memberi bo'lib qolgan armiyalarning yuragida. BTS'ga ham bo'lishi mumkin balki. Yontan вообще 2017-yilda 7-sentyabrda tug'ilgan. O'zi Tehyon kuchugi qanaqadir muammolar bo'lganini bilardi. Ya'ni Tehyon Yontanni mamosi bilan olgan. Tehyon sog'lom kuchukni emas, aynan bilib sog'lom emasligini bilib Yontanni 2017-yilda olib qo'ygan. Albatta shu kuchuk haqida Vietnam bilan birga ko'p o'rgangan, olib ketishdan oldin maslahatlashgan. 2017-yilda 4-dekabrda Jinni tug'ilgan kunida translyatsiya bo'layotgan paytida Tehyon birinchi martasi Kim Yontanni efirda ko'rsatdi va shunchalik fanatlarga yoqib tushdiki, что hammaligi shunaqa xursand bo'lishgan. Tehyon восторг bilan Yontanni ko'rsatib, mana meni kuchugim deb turgan. O'zi bundan keyin Yontan tez mashhur bo'lgan va albatta Tehyonni kliplarida, albomlarida chiqqan, даже menda shu albom ham bor. Mana shu albomlarda Yontan chiqqan va albom ichida ham, вообще qo'shig'ida ham, klipida ham Yontan Tehyonning yuragida har doim hamyoda bor. Shu meni yuragimda. Bundoq qilib ochib qarasak, просто распаковка qilaylik sizlarga bitta. Biling, hech qachon bunaqa qilmaganman-ku. No, raz Yontan haqida mana
Yontan haqida gap ketdi. Keyin sizlarga Yontanni ko'rsatib chiqaman. Vdруг yangi armiylar hozir oriylarda bor. И Yontan kimligiga qiziqasizlar. Mana albom, целый albomni Yontamga bag'ishlangan. Mana sразу ochdim. Tanishinglar, Kim Yontan. Mana shirincha, asalcha, shpits. Kuchuga. 2009-yilda Taehyun Winter Beer degan qo'shig'i chiqargan, bilasizlar. Eshitgandirsizlar, balki eshitmagan bo'lsanglar eshitinglar. Albatta shu qo'shig'iga Kim Yontan muzasi bo'lgan. Mana shu qo'shiq chiqqanini sababsi bo'lgandir balki. Va albatta 2023-yilda mana shu Layover degan albomi chiqqan. Va albatta Yontan yana sahnaga ham chiqqan. M Countdown degan Slow Dancing va Love Me Again degan qo'shig'ida. Yontan birga chiqishgan, shunaqa Taehyun shunaqa ko'p post qilgan, Yontan bilan birga shunaqa ko'p video olgan, Twitter bo'ladimi, nima bo'lsa ham Yontan bilan bordim, ko'p qilib turadi. Va Yontanda keyinchalik o'zi boshdan bo'lgan, lekin o'zini sog'ligi yomonlashib borgan. Ya'ni nafas olishi qiyinlashgan. Даже shunchalik yomon nafas olardiki, o'zidan o'zi hushdan ketib qolishi mumkin edi. Va undan tashqari yuragim bilan ham muammo bo'lgan Yontanda. 2021-2022-yilda unga naqd 2 operatsiya qilishgan. Undan keyin polностью Yontan faqat dorilar bilan hayot ko'rgan va bu haqida Taehyun ochiqchasiga hammaga gapirgan JQ uchun 2023-yilda. Taehyun o'sha yerda aytishi bo'yicha Yontan даже operatsiya bo'lgan paytida vafot etishi mumkin edi, lekin u o'zini ushlab tirik qolishga harakat qilgan. Yashayotgan paytida Yontan ham ko'p o'ynab, xursandchilik qilib, Taehyun ham polностью bilan vaqtini ajratib, juda ko'p vaqt birga bo'lgan kuchugi bilan. Taehyun 2-dekabrda 2024-yilda o'zining storiesida Instagramda Kim Yontan vafot etganini xabarlashgan. U xat yozdi armiyalar uchun. O'sha xatni o'qisanglar bo'ladi. Va storiesda aytganki, Taehyun Yontan uzoq safarlarga ketdi. Aniq vafot etgan kuni aytilmagan, hech kim bilmaydi Taehyun o'zidan tashqari. Shuning uchun bilamizki, 2-dekabr 2024-yilda Taehyun shu haqida biz bilan bo'lishdi. Va Yontan 7-8 yil, umumiy hisoblaganda 7-8 yil yashadi. Va Taehyun Yontan orqali ko'rsatdiki, что qanchalik yaxshi ota bo'lish mumkin. Chunki misol uchun kimda uyida kuchum bor. Bir xil qilmaydi o'ziga va kuchuku va mushuku deydi. Kimdir jirkanadi, kimdir yoqtirmaydi. Jirkansanglar o'zinglarga-da. O'zi Yontandan tashqari Taehyunda yana hayvonlari bor. Lekin u hayvonlari o'zining eski uyida ota-onasi bilan birga yashaydi. Va shu maktab haqida umuman xabar, ma'lumot yo'q. Lekin bilamanki, что Jimmy bilan Taehyun bitta maktabda, именно katta sinf bo'lganda bitta maktabda o'qishgan va do'st o'rtoq bo'lishgan. O'shangani Friends degan qo'shiqni eshitgan bo'lsak, keluvlik etib chiqishadi. Taehyun вообще Daegu shahridagi, agar boshiga qaytib kelsak, начальный школада Daesang Elementary School degan, извиняюсь, angliyskiga, shunaqa maktabda o'qigan. Undan keyin esa o'sha Gechonga ko'chib kelgan buvisining yoniga. O'tda esa Changnam Elementary Schoolda o'qigan. Keyin sredniy shkolaga o'tgan, keyin o'tda esa Gachang Middle Schoolga o'tgan. O'sha oilasi juda ham ko'p, u yoqqa ko'chirishgan, o'shanga maktabda ham ko'p almashtirilgan. O'shanga Taehyun haqida uncha xabarlar topolmaysizlar maktab haqida. Chunki ota-onasi har xil ishlarda ishlab o'rganishgan, bu shunaqa ko'chib yurishga to'g'ri kelgan. O'sha maktabda Taehyun juda ham aktivniy bo'lgan, ya'ni sho'x bo'lgan, o'ziga odamlarni jalb qilish juda yaxshi bo'lgan. Va buni bilamiz, hozir ham xuddi shu. Undan keyin esa вообще kattaroq sinfga o'tganda Daegu Drill High School degan joyga o'tgan. Faqat o'tda unaqa ko'p o'qimagan. Keyin sal boshqa joyga ketgan. Keyin o'sha Seulga kelgan, Seulda o'sha yashashni boshlashgan.
Performance Art Seoul so'pada o'qigan. O'taga klassik chimidan bo'lgan. Chimidan birga o'qishgan. O'ta ular уже treyni bo'lishgan. Treyner birga treyni bo'lib, treynerlik qilib yurishgan. 2011-yilda Tehyon o'rtog'i bilan birga Bikitga прослушиваниеga borgan. Ya'ni Tehyon прослушиваниеdan o'tish uchun emas, do'stini qo'llab-quvvatlash uchun borgan. O'zi qatnashgisi kelmagan, hech qanaqa planироваться ham o'ylamagan ham, tayinlamagan ham. Faqat o'rtog'ini просто поддержка qilishga borgan. Lekin agentlikda bitta odam uni sezib qolgan va taklif qilgan agentlikda trener bo'lish Tehyonga. U keyin otasiga telefon qilib ruxsat so'ragan, otasi ruxsat bergan va прослушиваниеga borib o'tib kelgan. O'rtog'i esa yo'q. Bitta Tehyon Tegudan kelgan ishtirokchi bitta u o'tgan, o'rtog'i o'tmagan. O'sha paytda Tehyonga kelgan vaqt o'tgan sразу eshitmagan buni. Vaqt o'tib telefon qilib san o'ting degandan keyin u shunchalik xursand bo'lganidan uyga yugurgan, buvisiga aytgan, otasiga aytgan, lekin ular aytishligi bo'yicha to что sani aldashayotgan bo'lishi mumkin, mошенникlar bo'lishi mumkin degan. Tehyon yo'q, unaqa emas. O'ylaganki, что JYPdan bo'lishi mumkin telefon qilishdi, o'shanga xursand bo'ldi. Akasi Bikitligini bilmagan. Bilmagan-ku, qanaqa прослушивание kelayotgan o'zi ham bilmagan-ku, вообще o'tadi deb o'ylagani yo'q, o'shanga конечно qiziqmagan nima что. Birinchi taksiga o'tirgan puli Seulgacha ularga 32,080 won tushgan. Shuni hali ham kulib eslashadi. Juda ham qimmatligidan o'sha paytga. Hozir uncha qimmat emas, o'sha payt juda ham qimmat edi. Keyin u yoqqa o'tgandan keyin albatta trener bo'lib, komanda bilan birga yashashni boshlagan 2011-yilda. Albatta shuni orasida juda ham qiynalgan hamda o'sha tansi, vokal hammasi bilan shug'ullangan. Undan tashqari yana o'qigan maktabda timindan birga, как qolgan hamma trenerlarga o'xshab. Kompaniya u paytda unchalik katta bo'lmagan. Juda ham kichkina kompaniya bo'lgan va o'ziga ko'p narsa позволить qilmagan. Вообще 2012-yilda boshlab SS deb qolgan a'zolarni, ya'ni hammani Tehyondan tashqari farantlariga taqdim qilishgan. То что вот, mana shunaqa member bor, вот, mana shunaqa ishlaychi biladi, вот, bunisi rap, bunisi bunaqa deb hammaga namoyish qilishgan, lekin Tehyonni hech kim ko'rsatmagan. Tehyon guruh uchun sekretniy, sirli qurol bo'lgan. Shunaqa. Hech kim bilmagan, 6 odam bo'ladi deb o'ylashgan. Debyutdan oldin 2003-yilda, mana shunday 2 kundir oldin, 11 kun oldin debyutdan fanatlarga shundoq aytishgan, что вот bizda yana bitta odam bor, unisi Kim Tehyon degan repost chiqqan, sirli qurol bo'lib chiqqan, sirli qurolni ochdi va 2013-yilda 13-iyunda bular birinchi sahnaga chiqish qilishgan. Lekin Tehyon uchun bu juda og'ir kelgan. Nimaga? Chunki uni sirli qilishganmi, qanaqadir vloglar qilishgan, qanaqadir loglar qilishgan, hamma memberlar videolar chiqarishganda bitta u hech narsa qilmagan va Tehyonda shunaqa his-tuyg'u bo'lganki, что men типа ajratishlanib, xuddi shunaqa his-tuyg'u tug'ilgan, albatta. O'shanga qiyin bo'lgan unga, lekin o'zining videolari bor. No, videoni qo'shmagan. Albatta, xayollariga ko'p narsa kelgan, что bu spesialni qilayotgandir balki, meni atelepdan guruhdan ketkazmoqchi bo'lishyaptim deb qancha xayollar kelgan. Yaqin do'sti bu ayniqsa Cheminchi bo'lgan. Birga yurib, birga конечно, Chemin shunaqa ochiq odamki, qolganlar bilan sal uyalib tursa, lekin Chemin bilan juda yaxshi kechadi. Yo'q, boshqalar bilan ham yaxshi chiqishgan uni Chemin. Tanaqa nuqtaga kelsak, oddiy tasodifan uchrashuv, ya'ni tasodifdan bo'lgan прослушиваниеga o'tib qolib, bu shunchalik hozir katta artistga aylanganki, что просто hayot mas sanga degan. Qolganlar tayyorladi deb turgan paytda sanga hamma narsa deb Xudo bergan ekan. Kim bilan Tehyon uchrashgan? Shu haqida radio shoularda aytgan. Признать qilgan turishda, uchrashganman, lekin juda ham qisqa muddatga bo'lgan har doim. Va hazillashganki, что bitta uchrashgani 20 kundan ko'pga cho'zilmasdi. Va aytib berganki, что birinchi marta sekin brigadir sevgisi xor qilgan paytda telefon orqali сообщение bilan qiz bunga rosa javob bermagan. Sevgisi xor qilgan qiz javob bermagan. Вообще V ism qanaqa qilib yaraldi? Hech o'ylab ko'rganmisizlar? Men ham yo'q, lekin endi bilamiz. Вообще Bikit, как всегда, variantlarni qo'yib bergan va variantlarning ichida V dan tashqari sex bo'lgan.
Lex bo'lgan va V bo'lgan. И bitta qaysidir intervyuda aytganki, что вообще V harfi juda ham bir chiroyli ko'rinadi va juda ham успешный harf o'zi chiroyli-da bu. Harf shu harflar nimalar qilsa bo'ladi, to'g'risi. Purple You degan so'z qayerdan kelgan kim biladi? Aynan Kim Taehyun 2016-yilda I Purple You degan so'zni o'ylab topgan. Ya'ni men seni siyoh rangliman va undan keyin siyoh rangi shunaqa bir armina rangi bo'lib qolgan. Debyut kinoda 2016-yilda debyut bo'lgan. Ya'ni Xvaran serialida chiqqan. U yerda Taehyun birinchi va oxirgi marotaba aktyorlik qilgan. Bilmayman nimaga oxirgi marotasi, no boshqa unaqa drama ko'rmadik. И u yerda ham, конечно, asosiy rol emas, второстепенный, lekin u yerda bo'lgan voqea meni juda ham yuragimni yordi. Yig'lab o'tirgan boshlikka qizimaslik to'shni desam. Keyin men Taehyun bor ko'rish kerak deb o'tirdim. Nega qiziq ekan. Taehyun o'zi Hanson rolini o'ynagan, kim esida bor bo'lsa. Forever. Hanson o'ynagan. Hansonni o'zi lичности, как его rolga hisoblasak, juda ham bir yorqin, kulgili va eng kichkinasi, undan tashqari juda ham bir quvnoq bolani rolini o'ynagan, lekin juda ham ochiq, добрый. Вообще rejissyor Yunson Shik da tanlagan чисто mana shu Taehyunni o'zi shunaqaligiga bo'lgani uchun. Taehyun o'zi shunaqa haqiqatdan. Shuning uchun tanlagan uni shunaqa rolga. Rolga esa Taehyun juda ham mos kelgan. Ammo Taehyunga juda ham qiyin bo'lgan, chunki bu baribir eski zamondagi koreys seriali hisoblangan va o'z aytishi bo'yicha sal qiynalgan. Chunki so'zlari boshqacha. Undan tashqari yana Taehyunga qiyin bo'lganki, что orasida yana ham tur bo'lgan, ham yana shou olishgan. Shuning uchun da juda ham qiynalgan grafik bilan charchagan ko'p. Park Seo-joon Taehyun uchun bir ustozidek bo'lgan. Park Seo-joon esa bilasizlar, bu asosiy aktyor bo'lgan Xvorandi va haligacha Xvoranda o'ynagan sostav aktyorlar bilan birga haligacha o'rtoqlar. Как раз таки ularning orasida eng kichkinasi Kim Taehyun. Qani cho'ngiga ketgan, comeback bo'lgan paytda aytgan, "Cho'ta Taehyun слишком ko'p aktyor o'rtoqlari bilan birga bo'lyapti, biz bilan kam birga bo'lyapti" deb короче jalba qilgan fanatlarga. Taehyun keyin chetda kulib o'tirgan. Voy, shu zo'rga. Xullas, Taehyun juda ham haligacha ko'p vaqt ular bilan birga olib boradi. Menimcha Taehyunga BTS o'zi ham, Hyunlari, u ham aktyorlar, ular ham как Hyunde boshqacha ta'sir ko'rsatgan ularga bir-biriga. Shuning haligacha даже birga совместный shou olishgan. Va albatta Taehyun Jim bilan birga shu Xvaranni ostini zapisini qilishgan, который men shu osti juda ham yaxshi ko'raman. Nomi esa Definitely You. O'zim sizlarga ashlatib beraman, chunki hozir ashlanib qo'ysam YouTube meni blok qiladi, keyin bu videoni ko'ra olmaysizlar. Drama o'zi unchalik populyarniy Koreyada bo'lib ketmagan, juda ham mashhur bo'lmagan, lekin вот как раз таки ost juda ham mashhur bo'lib ketgan. 2008-yilda Fake Love erasida Taehyun o'zini noqulay his qilishni boshladi sahnada. Просто noqulay his qilishni boshladi. Sahna unga quvonch, oldinga o'xshab quvonch olib kelishi kamaytirdi. Taehyun o'zini butda o'sha paytda yo'qotib qo'ygandek. O'zgarib qoldi. Birdaniga shunchoq boshqa Taehyunga aylanib qoldi. Настолько bularning grafiki mana shunaqa zich bo'lganki, что Taehyun juda ham charchadi, emotsionalni o'zini ushlab tura olmadi. Albatta Taehyun shu paytda o'zini yomon ko'rishni boshladi. O'zini boshqa guruhdagi a'zolar bilan farqlashni boshladi. Sezyaptiki, to что ulardan u sekinroq, yomonroq, hamma narsani qo'pol qilyapti. Va Taehyun o'zini ideal maslikka olib kelgan. Ya'ni o'zini ideal mas deb o'ylagan. Va esingizda bor bo'lsa, Yungi Shwijita degan shouga olib borgan va Taehyun как раз таки kelgan paytda aytganki, nimaga o'sha paytda bitta man charchoq his qildim. Bitta man cho'ta o'zim bilan o'zim normalniy holatga kela olmayman. Chunki u paytda как раз таки BTS
tepaga chiqyotgandi. Hamma narsa yaxshi edi. BTS a'zolari o'zi ham unaqa charchoq his qilmayotdi, lekin faqat u shunaqa his-tuyg'uga ega bo'ldi. Nimaga deb o'ziga savol bergan. Achinarli eshitilmasin, lekin Taehyun даже hazillashgan, что просто travma olgisi kelganligi haqida. Чтобы просто sahnaga chiqmaslik uchun. Просто o'zidan o'zi o'ylab qolgan, travma olsam na sahna bo'ladi, na qo'shiq aytadi, na tur bo'ladi. Va albatta bu mentalniy zdoroviyaga katta prям juda ham bir ta'sir ko'rsatgan. Va shunaqa paytda o'zi idollar bu просто tak odam xohlab qoldi, просто bo'ldi shu narsa degani emas, yo'q. Bu уже psixически odam juda ham charchagan va yordamga muhtoj odam hisoblanadi. Shunga ko'p idollar yoki перерывga ketadi, yoki перерывga ketmay ko'p o'zini bosadi-de, oxiri shunaqa kasal bo'lib qoladiki, что guruhdan ketishga majbur bo'ladi. Aynan shunaqa his-tuyg'uga ega bo'lgan artistlar. Taehyun ochiqchasiga gapirgan, что depressiya holatida bo'lgan. So'rashingiz mumkin, nima deb, nimaga, nima uchun? Bu narsani faqat qisman biz bilamiz. Qolganini esa hammasini Taehyun o'zi his-tuyg'u bilan чувствовать qilgan o'zi biladi. Buni biz tushuna olmaymiz ham. Albom B 2020-yil. Menimcha esingizda bor. Bu albom B ning ichida Blue Gray degan narsa bor. Sizlarga hozir maslahatim, o'tirib bitta eshitinglar-da, ma'nosini ham tarjimasini o'qib ko'ringlar. Nima ma'no olib keladi? Depressiya haqida, nima uchun borligi bu hayotda haqida, yo'li yo'qlik haqida. Xullas, shu Blue Gray ashlasi orqali sizlar tushuna olasizlar, вообще Taehyun nima haqida gapirayotgani. Balki oraligida qanaqadir konflikt bo'lgandir. Menimcha esingizda bor. In the Soup degan bo'lgan qaysidir sezonda, no, bu meni чисто hozir ssenariysiz esimga kelgan narsa. Esimda borki, что Taehyun shunchalik o'zini noqulay his qilgan, что Jungkook bilan o'zi bilasizlar, o'zi yaqin edi Jungkook bilan birga, juda ham yaqin edi, no даже Jungkookdan uzoqlashgan juda ham. Va Jungkook boshqalar bilan gaplashib o'tirgan paytda o'sha yerda aytganki, что Taehyunni Taehyun mendan o'zini olib qochyapti. Shuni his qilaman deb gapirgan Jungkook. Как будто hozir Taehyun emas, Taehyun oldin unaqa emas edi degan gap bo'lgan. Va Jimin Taehyunni olib kelgan, o'tkazgan Jungkook bilan birga. Davay, gaplashib ollaring deb. Yana aldov bilan olib kelgan. Sotoshyaptimi, nimadir bo'lyapti deb Taehyunni aldov bilan olib kelgan. Jungkook yoniga o'tkazib qo'ygan. Jungkook bilan Taehyun ikkalovligi ochiqchasiga gaplashgan. Ochiqchasi gapida menimcha hamma gaplarni zapis olmagan, no shu haqida gaplashgan. Jungkook ham aytgan, shuni his qilyapti. Oldin yaqinroq bo'lardik, hozir esa mendan uzoqlashyapsan degan gaplar bo'lgan. Ammo Taehyun полностью umuman o'zini yo'qotib qo'yishga BTS yo'l qo'ymagan. Ya'ni BTS a'zolari yo'l qo'ymagan. Har doim yonida bo'lgan, har doim qo'llab-quvvatlashgan uni. Intervyuda esa Taehyun azina aytib chiqqanki, что именно BTS a'zosi uni shu kuchga bag'ishlab hayotga qaytarishgan deb. Ya'ni mana shu hayotda nima ma'no borligini hammasini mana shu именно aynan memberlar qilgan. Memberlar deb u o'z yo'ligami, o'z hayotiga qaytib keldi. Esingizda bor bo'lsa, 2018-yilda ular Mama Awards'mi, MMA'mi, esimda yo'q, lekin olishgan. O'sha yerda J-Hope, Jin, Jungkook va Taehyun yig'lagan. Taehyun midi, J-Hope midi, ularning aytishligi bo'yicha вообще BTS ketib borishmoqchi edi. Umuman sahnadan ketishmoqchi edi. 18-yilda hamma narsa endi ko'tarilayotgan paytida, endi Billboardga borib nagradalar otgan paytida. Lekin biz bilmaymiz nima bo'lgan oraligida. Balki ular o'zaro urushib qolishgandirmi, balki kompaniya bilan yoki balki fanatlar nimadir qilgandir, balki farqi yo'q, balki hammasi birgalikdadir. Balki hech narsa emasdir, просто depressiya holatiga tushgandir, balki просто charchashgandir. Balki
конечно, odam kunda 4 soat uxlab qolgan paytlar полностью trenirovka qilgandan keyin va band bo'lgandan keyin kim depressiyaga tushmasin, menga aytinglar. 2018-yildan 2020-yilga qadar BTS va Taehyunga juda ham qiyin payt bo'lgan. Undan tashqari, как раз shu vaqtga qarab Covid kelgan. Taehyunning yuzini ko'rganinglarda edi. Faqat boshqa memberlarni va Taehyunniki menga eng amcha esimda qolarli reaksiya bo'lgan, когда butun konsertda turni admin qilishgan paytda reaksiyasini ko'rsanglar bo'ladi. BTS va nihoyat necha yilda deganda dam olishdi. Majburdan dam olishdi. Hammamizga o'xshab. Karantin, aynan karantin balki ularga yordam berishdi oyoqqa turishga. Причем hammaga. Sizlar nima deysizlar? Вообще karantin nima uchun yomonlikdirmi? Yomonlik тоже мне вопрос, да? Va shu paytda albatta bular просто так o'tirib dam olishmagan. Конечно. Odam zerikadi. Shuning uchun qo'shiq qilishgan, yaratishgan albomı bizga chiqib sovg'a qilingan desam bo'ladi Coviddan keyin. Albatta Taehyun o'sha paytda Yontan bilan birga yashagan va Yontan ham ko'p kuch bag'ishlagan menimcha Taehyun uchun. Bilinib turibdiki, что butun faqat Taehyun emas, BTS a'zolari katta bo'lishdi. Da. Taehyun endi shoxga qaytmadi-yu, no sal bosuvroq bo'ldi. Chunki hamma o'tgan voqealar, o'tgan narsalar hammasi u uchun так скажем, bosim berdi. Undan tashqari ko'p narsani o'ylab chiqqandan keyin, конечно, odam bitta fikrga keladi va sal bo'lsa ham o'zgaradi yoki kattaroq bo'ladi. Военная служба, armiyaga ketish vaqti. Kim Taehyun 11 dekabr 2023-yilda armiyaga ketdi va u spetsnaz bo'lishni tanladi. Человек, который вообще qo'rqadi, tepaga chiqib, tepadan sakrash qo'rqadigan odam вдруг spetsnazliga ketdi. Spetsnazlar как раз таки tepalardan sakraydigan odamlar tashdi. И spetsnaz bo'lish bu bitta eng qiyin направление hisoblanadi armiyada. Cho'nguk ham bo'lmoqchi edi, lekin cho'ngukda слишком ko'p tatuировка bor, shunga ruxsat berishmadi. Вообще bu отделga armiyada eng kuchli fiziologik, psixologik eng kuchli odamlarni olishadi. Tekshiruvdan o'tishadi. Shu tekshiruvdan o'tgandan keyingina shu mana отделga olishadi. Va Taehyun shunaqa manimcha armiyaga qiyinchilik bo'ldi ularga, lekin adorina maza qilishgan armiyada ko'p tanishlarni topishgan o'zligiga. Undan tashqari Taehyun semirib qolgan va massa yiqqanini semirish kerak, massa bilan semirgan. 83 kilogramm bo'lganda, o'zi ketishdan oldin 60 chamtamida 70 chamta edi. Xullas 20 kilo olgan. 2 martalab ovqat, bitta mahalda 2 martalab, 2 porsiyalab ovqat maza qilib yegan, chunki unga hech kim zapret qilmayapti. Kompaniya ham zapret qilmayapti, oz deyishmayapti. Молодец. Lekin kelib yana ozib yana Taehyun aytganki, ketishdan oldin давайте spoiler qilamiz, kim eng baquvvat, eng kuchli muskulist bo'lib keladi deb. Hamma ko'rishgan что Cho'nguk bo'ladi. Taehyun такой: "No, Mr. Fish, no. Namjoon ham aytgan tipa mol, "Mana armiyadan qaytdim, endi seriozniroman, menga endi maynaboshchilik yoqmayapti" desa keyin Namjoon такой: "Bu vaqtinchalik." Taehyun undan tashqari armiyskiy ofitsialniy reklamada tushgan. 2024-2025-yilda. Reklamada esa formada SDT formasida bo'lgan va u reklamada disiplinani namoyish qilgan. 25-yilda mart oyida Taehyun armiyada bo'lgan paytida пожертвование qilgan, ya'ni ehson. 200 million won. Именно shu paytda Koreyada pojar bo'lgan, shu pojarga ishlab shu ehsonni bergan. Taehyun вообще yana undan tashqari Save the Children degan organizatsiyada ishtirokchisi. Bu degani, что именно nogiron bolalar yoki именно ko'z bilan muammo bo'lishi mumkin. Bolalar bilan muammo bo'ladigan joyga пожертвование qilgan. Diqqatdan buni bilishdi. O'zi bilmagandi hech kim, chunki armiya bo'lgan paytida uning qo'lida brasletik qizil rang bo'lgan. U brasletik esa как раз таки shu narsani namoyish qilar ekan. Save One.
Endi qiziqarli faktlarga kelamiz. Qisqacha, no qiziqarli. Birinchisi, orzu qilgan fermer bo'lish. Da, Tehyon hech qachon artist bo'laman deb orzu qilmagan, u fermer bo'laman degan. Va buvsini imенно yerida ishlamoqchi bo'lgan. Buvusi bilan birga. Va shu paytgacha haligacha Tehyon juda ham bir prirodani yaxshi ko'radi. Перевод esa. Yana Tehyonda qiziqarli bitta naqasi bor. Juda ham ko'p plyonочный kameralarni yaxshi ko'radi. Da, o'shanga keyin rasmga olib yurish. O'zi bilasizlar, Tehyon qanaqadir noodatiy usulda bilasizlar rasmga oladi. O'zini ham bo'ladi boshqacha. То есть oddiy bunday emasda, yo'q, yarim bashar mantigacha ko'rinish kerak, qolgan nimadir qiyshiq. Bu ham искусство. O'zi Tehyon juda ham искусствоga tegishli stilniy odam deb hisoblayman, to'g'risi. Retro kolleksiyalari. Da, Tehyon juda ham yaxshi ko'radi mana shunaqa именно eski narsalarni yig'ib yurish. Qadimiy narsalarni yig'ib yurishni juda ham yaxshi ko'radi va kolleksiyalarida juda ko'p narsalar bor. U kincham shunaqa. Shuning uchun Layoveram albomini ko'rib turganinglarda, более такой retro stilda ham bo'ladi, deb qarasizlar. Pochtali albom, pochtan albom. Butun dunyoda eng chiroyli erkak degan nomiga har yili Tehyon bu spiskka tushadi. Ayniqsa 2017-yilda birinchi o'rinni olgan. Так что nima uchun? Menimcha bu haqida gapirishib shartmas. Tushunasizlarmi? Gapirishim shart emas. Ana Chivin so'raganda, qaysi joyimni rasmni tushiy, o'ng bilanmi, chap bilanmi, рабочий стороны qaysi biri desa, Tehyon такой: "Любой joydan ur." Farqi yo'q, u chiroyli, u dahshat chiroyli, что ko'pchilik bashi yuzini прям идеальный типаж deydi. То есть идеальный вообще. Идеальный вообще, so'z gapirim, идеальный. Xullas, Tehyonni yanada yaqinroq bilib oldinglar. Men o'ylaymanki, sizlarga juda ham yoqdi bu epizodimiz. Men uchun Tehyon juda ham bilmayman, boshqacha odam. Boshqacha odam. Hamma ko'pchilik guruhda ham aytishardi, что Tehyon uchun bo'lmaydi. Tehyon qanaqadir noodatiy. Tehyon uni keyinchalik nima qilishini bilib bo'lmaydi. Bilolmaysizlar nima qilishini, nima gapirishligini. Shu bilan ham odamlarni jalb qiladi o'ziga. Shu bilan odamlarga qiziq. Shuning uchun Tehyon shunaqa momentlarni ko'rsatdiki, что u ham odam. U ham xohlaydi hamma narsani to'xtatishga. U ham xohlaydi ishlamaslikka. Или наоборот, слишком ko'p ishlab yorishlikka, что oxiri o'zini yo'qotib qo'yadi. Birinchi o'rinda bu ham odam, o'shanga sizlar hozir misol uchun tushunmasanglar ham mumkin. Chunki biz juda ham yaxshi bilmaymiz o'sha paytda nima bo'lgan u bilan konkretno. No tuyg'ularga ega bo'lish u ham haqli. Iltimos yana Tehyon haqida kommentar yozing. Necha yil o'tdi-ya, tavba qildim shu narsagacha. Necha yil bo'lib ketdi-ya. Kattakon rahmat sizlarga shu videoni oxirigacha ko'rganinglar uchun. Albatta menga Instagramga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Yana Kelin kosmetika magazinimga hamda Uzumda ham bormiz va nihoyat. Так что Uzumdan ham zakaz qilsanglar bo'ladi. Umumiy вообще aksiyalarda ishtirok etish xohlasanglar va albatta sizlar uchun faqat shoshilinglar. Mana shunaqa BTSli promokod tayinlab qo'ydim. Aynan BTSli promokod. Shu promokodni Uzumda magazinimda Kelin Cosmeticsda ishlatsanglar bo'ladi. Qanaqa topib desanglar, ссылкада qoldirib qo'yaman magazinimni, Uzum magazinida yozib qo'yaman. Shaq kirib, bemalol magazindan o'zingizlarga skidkamdan, BTSli skidkamdan o'zingizlarga narsa sotib olishinglar mumkin bo'ladi. Так что да. Meni ham kichkinagina bizneschamga yordam beringlar. Instagramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos, chunki Instagramda ko'p narsa bo'ladi. Yana bir bor aytib o'taman. Yaqinda BTS konsertiga boraman. Hamma vloglar o'sha yerda bo'ladi. Chunki YouTube'ga vloglar qo'ysam ketmaydi YouTube'da. Hech qaysinglar ko'rmaysizlar vloglarimni. O'shanga hammasini Instagramga qo'yaman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarni o'ta kutib qolaman, sizlarni hamma yerda kutib qolaman va keyingi videolargacha ko'rishguncha xayr. Lights up, we're taking over the world.